بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب بدء الوحي. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البخاري رحمه الله تعالى آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bu vahiyninki başlanışınki kitabıdır deydi İmam Bukhari. Şimdi biz aldığı dersimizde İmam Bukhari degan qandaq adam, onu dekin Sahih Bukhari degan qandaq bir kitap. Hadis kitap bolsa İslam dinimizniki o'rnida bu hadis onunki o'rni qandaq. Hem shuningdek onunki lug'at ma'nosi, shuningdek xalqlar o'rtasida ishlatilayotgan ya'ni istiloh odatdagi ma'no, ya'ni muhaddis olimlar uni nima deb ataydi? Ana lekin xalq o'rtasida yana hadis deb kelsa uniki ma'nosi nima deb keladi? Mesela uniki hadis deb kelgan vaqtda o'zida Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam so'z deb kelgan vaqtda o'zida uniki jam'isi qandoq keladi? Hadis. Mesela undan boshqa ahvollar, voqealar, ishlar, kalom, so'zlar deb kelgan vaqtda o'zida uniki ma'nosi, uniki jam'isi mesela ahdas deb ashtoqchu keladi. Deganidek mushtaq mazmunda nima qildik? To'xtaldik. Shuningdek İmam Bukhari rahmetullohi alayh yani o'zidagi bu kitobiniki o'zini 16 yil yani jarayonida har bir hadisniki o'zini yozgan vaqtdagi o'zida meni oldin ala g'usl qilib 2 rakat namoz o'qib, shuning bilan Alloh taolodan bu hadisniki xayriyat bo'lishini talab qilib, o'ziniki shartiga asosan rasmiy sahih deb o'ziniki ko'ngli rasmiy amin topgan vaqtdagi o'zida ana lekin bu kitapqa hadisni yozganligi İmam Bukhari'ninki deyişçe bu kitapniki o'zida faqat sahih deb qaralgan, yani o'zi ishlangan mushu hadisniki o'zini yozganliginiki ustida nima qildik endi meni mushtaq qildi deb to'xtaldik. Undan keyin İmam Bukhari rahmetullohi alayh o'ziniki tug'ilgan joyi Buxoro bo'lgandan keyin oxirgi hayotida mushu 16 yoshdan deyli men oxirgi hayotida men shu hadisniki shu hadis uchun xizmat qilaman, hadisni to'playman, hadisni haqqa o'rgataman deb mana u yerda shundoq bir nima qilmagan, ya'ni sarson, ya'ni har xil yurtda shundoq safar qilib mushtaq hijrat yo'li bilan nima qildi, mangdi dedik. Oxirida aniki o'ziniki yurti mahallasi bo'lgan, makoni bo'lgan Buxoroga qaytib kelgandan keyin u yerda o vali bilan o ikkisiniki o'ttirsida bir voqea yuz berib, shundan İmam Buxoriyni o Buxorodan chiqarib etishga vali shundoqcha buyurdi. Endi İmam Buxoriyniki mana u yerda ketishdagi sababi mana o vali bo'lgan odamning o'zi yo bir rivoyatda o'zi kelib menga darsni yoki bolalarimni o'rgatsin degan gap. Shu deganga asosan yakunmaydi. Shu deganga asosan yakunmaydi. Mushu yiliqi unda degandan keyin o İmam Bukhari rahmetullohi alayh men o Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam men ilmni xor qilib men uniki oldiga boramanmi yo uyga yo bolalarga o'rgatib qo'y, uyga berib o o'ziga deb berganga yo bolalarga o'rgatib qo'yganga men u yerga bormayman. Agar uniki ehtiyoji bo'lsa men ders o'rgatgan masjid ya'ni madrasaga kelsin yoki olmaydi mening oldimga kelsin, uyga kelsin. Shuni bilan men nima qilaman? O'qitib qo'yman deyman deb hem uning ustiga ilmniki uni buni ayiradigan bu ilm emas. Kim o'qiyman desa umumiylik o'qish qiziqqan odam bo'lsa buni o'qiydi deb shunga İmam Buxoriy rahmetullohi alayh
bu işlenki yüzüde andaki yüzdeki Bukhara degan şu jutida turamay andaki Samarqanddagi ana yiliq Berjand degan ya'niki o'zida meni tuqqanlari bor ekan, shu yerga ketib berish jarayonida mana bu Ramazonniki eng oxirgi 30 bo'lgan ati bayram bo'ldi degan kunniki o'zida meni Imom Buxoriy bu yerda vafot etib ketdi. Vafot etib ketib, shu tarixi hijriniki 654-yili vafot etib ketdi. 256-yili Ramazonda, ya'ni hijriy milodiy bo'yicha 869-yili vafot bo'lib ketdi deb mushtadascho qildik. Endi hozir Buxoriyniki, ya'ni Sahih Buxoriy degan kitobniki rasmiy boshlanish tarafiga mana tushdik hozir, mana ikkinchi darsimizda. Endi biz burunda yoq o'qib ketayotgan kitobniki hammasida asosan biz o'qigan kitoblarniki ko'pincha deylarni hammasi degidek kitoblarda mana Bismillahirrohmanirrohim, undan keyin Alhamdulillahi Robbil alamin vassalatu vassalamu ala rasulihi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ecmaîn. Amma ba'd deb undan keyin bu kitap qaysi mazmundagi kitap deganlikni o'zini shu kitap yozgan adam bunu nima qiladi, uni deydi. Ya'ni muqaddima shaklda biz bunda o'qigan. Endi qarab baqsak, İmam Buxoriyda katta bir mujtahid muhaddis, shuningdek imomul muhaddis bo'lgan. Men shunda bir katta olimniki o'ziniki kitobiniki o'zini Bismillahirrohmanirrohim deb boshlab, undan keyin alhamdu deb boshlamaydi. Nima uchun? Endi bular boshlamasa İmam Buxoriyda emas. Undan boshqa yana İmam Abu Davud qatorliq bu muhaddis olimlar ashta boshlaydi ekan. Bu nima uchun undaq qiladi? Masalan, Bismillahirrohmanirrohim deb boshlashning o'zi har qanday ishniki beshi bismillah. Men har qanday bir ish cho'ng kichik bo'lsin, men odatdagi bir ishlar bo'lsin, yangidan bir ish boshlamoqchi bo'lsak, men mu'min, musulmon deb e'tirof qilsak, u chog'niki o'zida bu odam jazman bismillah deb boshlash kerak. Chunki bismillah deb boshlashning nemisi mana Qur'oni Karimniki har bir suraniki beshi. Bir suradan boshqa, shuningdek Qur'oni Karimniki bosh tarafi bismillah bilan shu boshlangan. Mana Qur'oni Karimniki bizniki dasturimiz bo'lishda hamma ishda nima u dastur. Mana buyrug'da, uning ichidagi shaklda hammasida bizniki nimamiz o, mana hayotlik intizom, ya'ni nimamiz o hayotlik inji, ya'ni sesimizni belgilaydigan bir kitob. Uning qarta hamma deb shunday qiladi. Ya'ni bismillah deb bo'lgandiki, shuning qarta u. Undan keyin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'niki nima var? Bir hadisi var. Şu hadisga asosan bismillah deb boshlanmasa, uniki berkat qolmaydi degan mazmunda. Mana buni asosan bismillah deb boshlangan. Endi İmam Buxoriy shundaqcha nima qildi? O kitobniki o'zini bismillah deb boshlandi. Bismillah deb nima qildi? Boshladi. Endi bismillah deb boshlagandan keyin uni qarta alhamdu deb boshlash kerakdi. Lekin alhamdu deb nima qilmadi, unuğa başlamadı. Biz hem de şunu qarsak. Çünkü bu yerdeki bu yılki asıl kitapni başlaştı ana men mu'min musulmon degan adam bir kitob ya bir cho'ng voqeaniki o'zida ya cho'ng bir hodisaning o'zida uqtirmaydigan vaqt o'zida jazman u adam bismillah deb boshlashi, Alloh hamda sano aytishi, undan bu adamniki o'zi Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem'ga durt yo'lishi kerak. Men mush 3 ish asos. Buni qilmay cho'p bo'lmaydi. Mana bu nima qilib ketgan? Bu odatga shu aynib ketgan. Endi unda o'g'andikin shunda bo'lganqa turib, İmam Buxoriy rahmetullohi alayh o'ziniki kitobini Allohga hamd etish bilan cho'p boshlamaydi. Endi Alloh bilan Allohga hamd etish bilan boshlashniki nemisida Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem'niki nemisi var, hadisi var. Kullu mar'in zibadin la yubta'u fihi bihamdillah fa huwa aqta. Men bu hadisdeki üzerinin şu İmam Abu Davud qatorliq olimlar rivoyat qilgan bir nima bu hadis. Men mushu hadisga asosan nima uchun unda nima qilmaydi, boshlamaydi ham Qur'oni Karimda ham dabba desa, endi bu yerda yeni bir hadis var Peygamber sallallahu kullu hutbetin leysa fiha şahadetin pehveypeyye kel yedil
ve hu feyye kel yedil ceza degan mushu mazmunda nima bor? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamniki hadisi çok bor. Mana bu ikki hadisniki o'zi İmam Abu Davud qatorliq olimlarimiz uni chiqargan o'ziniki kitobida bor bir hadis. Mana mushundaq turuqlig'in, mana mushundaq turuqin İmam Buxoriy rahmatullohi alayhi bu kitobniki o'zini nima uchun alhamdulillah boshlamaydi? Desa bunu qarta ulamolarimiz har xil nimbarda javob berdi. Endi buningda buni alhamdulillah boshlamaslik uchunki birinchilik bu kitobniki beshida bismillah deb bor. Bismillah deb bo'lganligidan aşağı Bismillahirrahmanirrahim. Yani aşağıda hamd sananiki o'zi Alloh hamd etish, Allohni maqtash va Allohniki mana bu odamga bergan ne'matni u odam izhor qilish orqali buni ifodalash bo'lganligidan mana bu bismillah'niki ichida men Ar-Rahman Ar-Rahim degan Allohni maqtaydigan bir sifat çok bor. Bu yerda maqtash oyati uchun zimnan, yani uchiq oshkor bo'lmasimi, bu zimnan nima qildi deymiz uning ichidan chiqdi deb mundaq nima qildi javob berdi. Va unda boshqa men bu elhamdülillah başlaş degan bu hadislarniki o'zi İmam Buxoriyniki o'ziga sihat darajada yetmagan. Yani degandek o'ziginiki shartga asosan nima qilmaganti, uning uchun yozmaganti deb mundaq çok qarildi. Ham uning ustiga İmam Buxoriy bu kitobni yozgan vaqtning o'zidan men kitobniki o'ziniki qadam elib yozmisimi? Lekin yozgan vaqtniki o'zida bu odamniki dilida, yani niyatida men elhamdülillah o'qishchi batı. Endi İmam Buxoriy har bir hadisini men g'usl qilib, 2 rakat namoz o'qiganning o'zida jazman men bu hadisni yozgan vaqt o'zida, bu kitobning 5-niki o'zida men elhamdülillah nima qildi deymiz unga, men batı, og'iz deganti, anda o'g'andikin bu elhamdülillah deyishniki o'zi men kitobda bo'lmasa, men ko'nglida bo'lgandikin, niyatda bo'lgandikin, niyatiga afzal. Anda o'g'andikin shunuga İmam Buxoriy rahmatullohi alayh bunuga nima qilgan, unga meni kifoya qilgan deb nima qildi o'shanizda mustaqcho javobchi berishdi. Endi shuna boshqa kitobni yozgan vaqt o'zida İmam Buxoriy rahmatullohi alayh o'ziniki ko'nglida mushlar deyish mumkin deyap anladiki yozgan vaqt o'zida faqat bismillah bunuga bismillah yozibla anicho demagan deb men mushtaq nima qildi, unda mushtaqcho qaraydi. Şuna Kur'an-ı Kerim'de ikra bismi deb rabbikellezi deb bamdi. Sen Allah'ın ismiyle oku degendikten her kadar bir iş var kazaniki üzerine. Yani bu yerde İmam Buxoriy bismillah nima qildi, bu yerde başladı deb uçan üzde bundan nima qilgan gap, meni qaraydigan gap. Yine bazı alimlar aslında bu kitobniki o'zi İmam Buxoriy rahmetullohi alayhniki bu kitobniki o'zida başta batı. Keyin İmam Buxoriy rahmetullohi alayhniki anlab, bunun küçüge adamlarning o'zi bu yerda hazb qilib tushirayotgan deydigan bir xil nima ko'z qarashmi çok bor. Men bu ko'z qarashniki o'zi deganda nima emas, o to'g'ri emas. Endi chunki bu kitobniki o'zi 1200 yilninki oldida yozilgan kitob. O'shan o'zida bosmachilik va yozmachilikdan iborat bo'lgan narsaniki o'zi ancha nima qilmagan, u yerda taraqqiy qilmagan bir vaqt. Unda avvalkin şu İmam Buxoriy rahmetullohi alayhniki ma kitobniki nusxasi xalq o'ttirsida bo'lgan mushu nusxaniki o'zi bu nima 19 atrofida 19 dona nusx bor ekan. Mesela Ebu Zer deyimiz Kerime deb bir muhaddis bir ayolma men İmam Buxoriy o'z bevasi anlab o'z ayrim yezib shu nima deb qon bo'lsa shunda qon bir ayol bor ekan. Mesela Perberi deydi, Ebu Zer deydi, Usayli deydi. Deganidek mushtaq bir nusxalar bor ekan. Şu nusxalarniki hammasi o'xshaydi. Lekin ba'zi taraflarniki o'zida bu yerda o'qimaydigan gap, o'xshamaydigan gap ekan. O'xshamaganligi shuning ichida ba'zi yilqi nusxalarimizda aşağıda yazgıçlar vay İmam Buxoriy yazmışlar muhim bo'lgan ma deb bunda bir yezib qo'ygan bo'lish uchun mumkin deb bunda nima qiladi, qaraydi. Endi bu degandek nima emas, to'g'ri emas. Endi aslida İmam Buxoriy rahmatullohi alayh o'ziniki kitobiniki o'zini mana aslida shundoq boshlash kerak. Endi boshlamasdan o'zi meni bo'ldi. Endi bu kitobniki o'zi Bismillahirrahmanirrahim. Biz endi Bismillah'niki üstüden to'xtalmasaqmi bu darsda boshqa kitoblarni o'qiyotganimizda buni da tafsilroq hem bazı kitoblarda sal mujmal bir shaklda uni uchun to'xtaldik.
Endi bismillahki mutaalliqi nima? İsim degan nima? Ba degan nimani bildirdi? Nimaga mutaalliq? Nimani taqdir qilamiz? Rahman va Rahim bo'lgan. Men bu ikki sifatniki o'zi bu qandoq sifat? Bu nima uchun bu ikki sifatni keltirdi, boshqasi keltirmaydi deganlik. Men mushundaq mazmunning ustida to'xtaldik. Endi buning ustida to'xtalmasaqmi? Endi bo'ladi endi. Endi bu yerda Kitabu Bad'il Vahiy dedik. Endi tungi dersimizde bu Sahih Buxoriy'niki o'zini İmam Buxoriy cho'ng mazmunliq temi jihatdan 100 dona temi qo'ygan, ya'ni mavzu qo'ygan. Buni nima deb atadi? O'zining kitobining ichida kitob deb atadi. Mana 100 dedik, yana bir rivoyatda 97 atrofida dedik. Shuniki ichidan mana birinchi kitobga keldik. Bu birinchi kitobniki o'zi Kitabu Bad'il Vahiy. Endi kitob degan nima? Azi kataba yaktubu degan gapniki o'zi jug'lidi degan gap. Endi jug'lidi degan gapning o'zi kataba yozdi degan gap, biz yozdi deymiz. Arabchaniki asli bu lug'at ma'nosi bu kataba degan gap, ya'ni bir qancha ushoq narsa bir akib jug'lidi degan gap bo'ldi. Ana ondan keyin ma yozuvchi odamning o'zi hurufu hijaiden iborat bo'lgan bu harfni bir qancha harfni ya bir qancha kelimeniki o'zi tarkib topgan kelimening o'zini kalam qilish jihatda bu adam bir yak jug'lab, mana shu boshda masalan bin yozdi, sin yozdi, mesela jug'lash. Men jug'lash e'tiboriyle buni nima deb ataldi andan keyin buni kitob deb nima qildi, uni ataydi. Shunday qilgan bir nima o ish degancha ma'noda bo'ladi kitobniki nima jug'langan deb. Endi buniki lug'at ma'nosi shu. Kataba yaktubu kitaban va kitabatan deb maktub, katib degan gapniki o'zi mana bu nima qiluvchi yozuvchi degan gap bo'ladi. Endi bu yerda kitob deb mana urf odatda kelsa, masalan bir kitobniki o'zini odat qo'ysa falan kitob deb atalgan bo'ldi. Hatto Qur'oni Karimniki o'zimi kitob bo'lgan bo'ldi. Bu eng nima ishonchli birdan bir kitob bo'lishga tegishli bir nima bu kitob. Ana uniki bu kitob degan nima? Kitob degan bir yozuvchi adam. Bu yozuvchi qartiladi. Yozuvchi bir adam o'ziniki kallasidan, o'ziniki tasavvurda, o'ziniki mushu ingida bir xil mazmun va shuning ichida bir qancha xil mazmunchi bo'lingan bir narsa bo'ladi. Shu narsaniki o'zini bu adam oldin ola tasavvur qilib uni oldin ola bo'ladi. Yani aynan nima qilish mana tasavvur qilish orqali mesela uniki personaj kim, uniki voqea nima qildi, nada bo'lgan, qanday qilman, qaysi mazmunda buni yozsam, mana buni qaysi mazmunni, qaysi nishonni asos qilib yozaman. Xalqni qaysi mazmundan qilaman deganidek, men mushundaq mazmunni va uni bir qancha mazmun o'sgan bu e'tiborda uni nima deb ataydi ana kitob deb nima qilgan gap ataydigan gap. Endi kitobniki ichida bir kitob bor. Men hozir biz deyotgan İmam Buxoriy qo'ygandek kitobniki ichida bir kitob bo'lishi, shu kitobniki ichidan bir mavzu, bir tema bo'lib, uning ichida har xil nau'iy tur mazmunchi bor, undan kichik. Mana undan kichik nima bor? Mana bor, masalan, bab deb oladi. Masalan, babul badul vahiy, undan babul iymon, undan mana har babul ihson, babu salat deb işte oladi. Mana u kitob bo'ladi o zaten. Mana shu narsaning o'zidagi ashu qarashtirgan ash narsa nima bo'lgan bo'ladi? Mana kitob bo'lgan bo'ladi. Mana bu odat undan babdan keyin agar nima bo'lgan bo'lsa fasl yoki tarmoq deb har birisi birdan ayrim. Endi bu kitobning o'zida u fasl yo'q, ammo kitobdan bab jo'b bor. Mana babga kelgan vaqtning o'zida bab bu mana shu kitobniki o'zida mana bu bab qancha desa, mana tunigin deganimizda 3918 atrofida bab bor ekan. Hozir ham birinchi mayada babni birinchi kitobni o'qiymiz. Ondan keyin babu kabi va kaypa kana badul vahiy degan birinchi babni o'qiymiz. Mana bu kitobniki o'ziga kelsak, mana bundaqda 100 dona kitob bor ekan kitobning ichida. Endi Kitabu Bad'il Vahiy. Kitabu Bad'il Vahiy. Mana hammamizga ma'lum bu arab tiliniki o'zi bu mu'rab. Har qanday vaqtniki o'zida buniga i'robcha beramiz. Endi buning ichida mabni ism asli ikki xil bo'ladi dedik. Birisi mu'rab, yana birisi nima? Mabni.
Meni mu'rab bo'lgani nihoyatda jiq. Ammo mabni bo'lgani degani bir qancha xil bo'linsimi? Bu mabni degan gapniki o'zi ism mabni. Meni qo'rash nima qilgan, yasalgan, ya'ni bekitilgan ism. Ya'ni vaziniki o'zi qo'ygan vaqtda shu ism shu petim buni o'zgartishga bo'lmaydi deb ashta qilibdak jimit qilib qo'ygan bir ismli var. Buni deymiz ism mabni deb nima qiladi? Uningda atiladi. Unda o'g'andan keyin hozir bir biz ma'lum her qanday holatda kalamniki o'zi, kalamning ichi doirasiga kirgan o'zi bu yerda ikki kelima bir yer kelsa ya ikki ya bir qancha kelima jazman bu kalamga aylanadi. Ya'ni kalamga jazman jiq vaqtdagi o'zida uning bir qancha shartlari var. Anavandaki bu yerda bu cümle bo'lganiki cümle bo'lish e'tiboridan u mu'rab ism bo'lganiki jazman buniki i'robi var. İrabdaki o'zi nima uchun zir o'qiymiz, nima uchun zibar o'qiymiz, nima uchun pash o'qiymiz? Buni nima qilishimiz kerak? Buni bilishimiz kerak. O og'ir qolgancha emas. Chunki bu kitobning o'zi, men avvalgi darsda degandek, cho'ng saviyaga kelgan bir kishilarniki, bir qancha kishilar nima qildi? Buni o'qiydi. Ana avvaldan kitobu badil vahiy. Mana vahiyniki boshlanishniki kitobidir. Dur degandiki mubtadosi qani. Mana har qanday bir jumla ya bir kalam bo'ladi ekan, jazman ikki dona eng az bir kelima bo'lishi kerak. Mana ikki kelima eng az ikki kelima bo'lishi kerak. Ikki kelima tarkib topadi. Mana uning ikkisi o'tirib bir-birisiga nisbat musat ilaydan iborat bo'lgan. Mana xabar berishga mana foydasi bo'lgan, xabar bera oladigan bir narsa bo'lishi kerak. Unda bu kalam dedik. Chunki bu gapni qo'yishning o'zi bu bir o'qiyotgan odamga foydani bahdi deydi Imom Buxoriy. Yani vahiyning boshqa kitobi ekan deb tushundik. Unda avval to'g'ri tushungandan keyin buniki mubtada xabari ya fil fa'il bo'lishi kerak. Jumlaga aylanish uchun az deganda musat ilayda iborat bo'lgan ikkisi o'tirib nisbatdan iborat bo'lgan mushunda bir narsa bo'lishi kerak. Unda avvalki buniki ma'qul kitobi badil vahiy. Endi mubtada xabar desak, o'changizda mufrat bo'ladi. Ya mufratning hukmidagi shundoq shart va undan boshqa izofatniki jahdi bo'lgan ismlar mana ya mubtada xabar bo'lgan gap. Aslida har mubtada xabar mufrat bir kelima bo'ldi. Zaydun qoimun, kataba zaydun degandek. Endi unda bu yerda izofat bor. Izofat bo'lganligi izofat hamda shaklda bir qancha jumla, bir qancha kelima tarkib topsimi, lekin bu ma'nida bu mufrat. Unda avvalki bu ya mubtadami ya xabarmi? Unda nima uchun pash o'qiymiz? Kitobu deb buning uchun nima qo'yamiz? Pash o'qiymiz. Desa, buningki bilan mubtadoi mahsub. Mubtadoi nima mahsub? Ya'ni azad. Ya'ni azad degan ism ishorat. Bu azad degan ism ishoratniki o'zi bu yaqinga ishorat qildi. Ya'ni bu ikkinchi kitobga kelishib bo'lgan orliqdagi deydi Imom Buxoriy, vahiyninki boshlanishga aloqador bo'lgan mazmunlarni men nima qilaman? 7sini payg'ambar sallam 7sini rivoyat qilgan, 7si saydab, 7si qaragan, 7sini o'zini akilib, men mushaga nima qilaman? Mushaga urunlashtiraman. Degan nima u? Gap. Ya bu mubtada bo'lib, uningki xabari mahzub desam bo'ladi. O'shaningizda vahiyniki boshlanishniki kitobi budur. Yani tövenkidir, ikkinchi kitob kelgichidir degan nima bo'ladi? Gapchi bo'lgan bo'ladi. Ya'ni biz mushu arab tilini mushunda o'qib, mana aniq mushunda jiring shaklda amal bor. Mana mushunda o'qisak, u chang o'zida mana bizniki asos maqsadimiz bo'lgan dunyo va oxiratda baxt saodatga erishishdan iborat bo'lgan bu g'oyaga yetishdan iborat bo'lgan buni oson bo'ladi. Chunki bu nuri yetişdeki bir asas nima? 7si bilan Qur'on. 7si bilan Qur'on bo'lgandiki biz qolgan kitobni uniki asas maqsadimiz shu. Men bir qancha yil o'qib, mana nahviy sarf uni boshqa har kitobni o'qishimiz Qur'on bilan 7si qandoq qilib mana Allohniki murodi. Shuningdek payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamniki maqsad qilgan maqsadiga asosan bizdagi kuchimiz yetgan qadar o'qiyamiz. Shunday o'qish orqali biz dunyo va oxiratda mana baxt saodat turmushga, ya'ni baxtli turmushga biz erishamiz degan maqsadda nima qilgan gap, buni o'qiydigan gap. Unda bo'lgandan keyin biz bizniki maqsadimiz nimamdi? Shu bo'lgandan keyin oldi bilan mushunda kichik shu ishlarni deb puxta o'qisak, undan keyin Qur'onni, hadisni mana tushunishda to'g'ri bir shaklda nima qilamiz? O'shaning o'zida tushunamiz. Shu katta olim bo'lgan odamlarningki o'zi men mushundaq ahvollarni kichik shu tovan
deb qaragan ilm pishiq puxta bo'lib, shuning bilan unidan anda ilmi kengayib, shu orqali andaki nima bo'ladi, o odamning o'zi katta olim bo'ladi. Shuning bilan birlikda andaki o odamda amal, taqvochi bo'lgan bo'ladi. Shuna mushuning uchun deyishimiz kerak. Buxoriy o'qib turib, hozir yetsin aynan tushmay nimish bu gapni qilgandi deb. Endi mushunda o'qisak, andaki tafsirlarak o'chan o'zida bu yaxshi bo'ladi. Endi Kitobu Bad'il Vahiy. Endi Bad'il Vahiy. Bu yerda mana nusxa deydi. Bu nusxaniki o'zida men asos, mana 19 dona nusxa bor dedik. Mana bir nusxa olib, bu shu yil 600 yilniki oldida bir podshohniki o'zi, bu Sahih Buxoriyniki o'zining men bir rasmiy tartib salay deb shu vaqtning o'zida muhaddis olimlarning kattasi bo'lgan bir qancha odamlar qichirib qildi ekan. Shu vaqtning o'zida mana bu Irobni bu hadisni tahqiq qiladiganligi o'ziga Balqinimo Ninuni degan bir Sharafuddin Nunini deb bir odam bor ekan. Bu olim uni taxtlab qo'ydi ekan. Unidan Ibn Malik rahmatullohi alayhi Irobini qo'ydi ekan. Uni tekshirib nima qilganga yana bir odam uni qildi. Shu asos bo'ldi. 300 yil, 600 yilning oldida shunday bo'lib ekan. Endi bu nusxaniki o'zi hammasi shu biz o'qiyotgan nusxadakchi emas. Hozirda nusxalarning o'zi taqiqlab olimlarimiz, bo'libmi hozirgi davrdagi olimlarimiz xizmatchi qildi endi. Hozirda sog'lom, mo'tabar bo'lgan nusxalarni markazlashtirgan. Shu bu Sahih Buxoriyniki yozilish, ham besilish matbaa shaklidagi nusxalari natijiq. Ammo asosi o'xshaydi. Ba'zilari bir ya bab yo'q yoki aralığında bir bab qo'yilgan, onun tarjimasi yo'q deganidek az bir qism o'xshamasi asos jihatdan nima qiladi, o'xshaydi. Endi biz o'qigan shu nusxada Bismillahirrohmanirrohim Kitobu Bad'il Vahiy deb boshlanibdi. Mana bu nusxaniki o'zi Abu Zar Usayd deganidek mushta odamning rivoyati bab yo'q ekan, hozir mana tövende bab o'qiladi. Deydimdi. Yani bununki başkası da amışda babla bakken emdi. Yani işte kichkina bir o'xshamaslik çok bor. Endi vahiyninki boshlanışı. Endi badi. Badi o'g'ani bada'a yabta'u ibtibada deydi, başladı. Bir narsaniki o'zini başladı degan gap yengida paydo qildi degan gap bo'ladi endi. Endi yana bir neminiki o'zida ba'zi rivoyatlarniki o'zida, nusxalarniki o'zida Kitobu Bad'il Vahiy, yani Badvi deydi vav bilan. O'shaningizda vahiyninki nim bo'lishi oshkor bo'lishi. Bada yabdu deydi, bada yabdu badvan degan gapniki o'zi bu oshkor bo'lish degan ma'noni ko'rsatadi. Endi bu yerda asosan boshlanish, ya'ni ibtido ma'nisi asos. Endi ba'zi rivoyatlarda chunki vahiyninki oshkor bo'ldi degan gap yana oshkor bo'lishi degan gap yana qachon oshkor bo'ldi, uning jarayoni qanday bo'ldi degan bildirdi. Başlanış degan gapni shu bildirdi, lekin başlanış degan vaqtniki o'zida bu sal nima obdan çok bo'ladi. Endi bada shu, mana kitob muzab, bad'u muzafun ilay. Yana bad'i muzab, al-vahiy nima muzafun ilay dedik buningki tarkibi qismi. Unda avvalkin bu mubtada ya xabar mahzub yoki mubtada mahzub dedik, bu tugadi. Endi al-vahiy. Bu yerda endi vahiy degan nima? Bu yerda vaha yahi vahyan. Fahva vahin ve zaka mevhiyun. Endi vahin mevhiyun mevhi deb kesmi vahin deb kelmaydani. Bu lam yahi la yahi yi, yani emir bir harfle keldiğin bir pilniki qatoridan. Endi buniki lug'at ma'nosi, bu vahiyninki lug'at ma'nosi nima? Lug'at ma'nosi aslida buniki lug'at ma'nosi yani mahbi gap qilish. Bir adamga pichir mundaq ikkinchi bir adam anglashda mundaq mis ilaqa mundaq bir gap qilgan bo'lsa, u chog'ning o'zida bu nim bo'lgan bo'ladi, u mana vahiy, yani gap qildi degancha bo'lgan bo'ladi. Endi Imom Buxoriy rahmatullohi alayhiniki shu hozir endi yalaqi babu bad'il vahiy deb nima qiladi, boshlaydi. Endi bu yerda Kitabı Bad'il Vahiy, babu Bad'il Vahiy deb boshlagan ekan, uni boshqa bad'iniki o'zini yana babu Bad'il Hayzi deganidek mushtaq badi degan mushunda bir gapda u boshqa rivoyatda ashta bir shaklda cho'p bor. Endi hozir
Vahiyninki o'ziniki mana shu ma'nosi qarasak, bu aslida nima maxfiy. Bundoq gap qilgan ikkinchi bir odam bilmay, gap qilgan anglagan ikki odamni bilgan narsaning o'zini vahiy deydi lug'at ma'nosi. Shuningdek, buniki vahiyniki yana bir ma'nosi mesela yezish. Masalan, maktub, qo'zg'ash, ilhom qilish, buyurish, ishorat qilish. Ansabbihuhu degan shu oyatlarda bor. Yani ovoz, yani oqa ovozniki kelish deganidek men mushundaq nima qildi, uni bildirdi. Endi ba'zi olimlar vahiyniki asl ma'nosi tushuntirish, ya'ni tafhim deb mundaq nima qildigan gap, uqtirgan gap. Ya'ni vahiy degan har qanday bir narsaning o'zi sana bir tushuncha paydo qilgan bo'lsa, u narsaniki o'zi buni arab tiliniki o'zida buni nima deymiz uni mana buni vahiy deymiz. Zat lug'at ma'nosi mana mushu deyiladi. Endi xo'sh, buniki lug'at ma'nosi shu bo'lgan bo'ldi. Unda olgandaki buniki istiloh ma'nosi, ya'ni shar'iy ma'nosi nima? Biz endi vahiy deymiz. Bizniki ya'ni islom dinidagi o'ttirib qo'ygan vahiy degan, mana buniki ma'nosi bu nima degan vaqtning o'zida buniki lug'at ma'nosi shar'iy ma'nosi. Bu nima o? Şer'ini bildiriş. Yani Allah Teala insanlığa yol koyup beketken bir nimva nizam, bir tüzüm var. Men insanın yolunu maşo hayat yoluna der. Men şunu uqtuğanlığın üzerine, şunu vahiy qilganlığın üzerine nima deymiz onu? Vahiy deymiz. Yani Kur'an-ı Kerim. Mena vahiy ikki xil. Birisi vahiy matlu. Mena vahiy matlu degan Qur'oni Karimdan iborat bo'lgan bu Allohniki kalomi vahiy matlu bo'lib, uniki labzisi va ma'nisi Allohniki. Allohniki. Yana bir vahiy va u vahiy sunnat. U qavm labzisi insonning, ya'ni payg'ambar sallallohu Ammo uniki ma'nisi kimniki? Mana Allohniki. Ya'ni shu ma'nisining o'zini Alloh taolo payg'ambar sallallohu qalbiga selib, buniki labzini kirgizishda, ya'ni qo'yishda payg'ambar sallallohu qo'ygan. Bu nima? Vahiy g'ayri matlu bo'ldi. Endi vahiy matlu degan, vahiy matluniki o'zi. Buniki alayidagi farqi najik. Vahiy matlu degan, masalan, uni o'qisak, anglasak, mana bu ibodat. Tam ibodat bo'ldi. Shuningdek, uni qarisak, silsak, buni hammasi hurmatlasak, bu ibodat. Buniki alayidagi nima o? Jik. Buniki mana shar'iy ma'nosi bo'lgan bo'ldi. Endi bu yerda yana vahiy deb kelgan vaqt o'zida, mesela Qur'oni Karimda to'qqandi. Qur'oni Karim degandan vahiyniki ma'nosi bo'lgan bo'ldi. Endi vahiy degan gap ba'zida vahiy deb ishlatib, buningdan ism maf'ulni iroda qiladigan ish shu bor. Masalan, bizningki hozir ishlatayotgan shu. Va Qur'oni Karim vahiy degan gap mavhiyyu. Ya'ni Alloh taolo tarafidan vahiy qiluvchi Alloh taolo tarafidan vahiy qilingan so'z. Ya'ni payg'ambar samga maxfiy men shariatni insoniyatga bizning sizning yo'lingiz ma'lum deb tushirgan nima o? So'z degan nima bo'lgan bo'ladi? O'sha gap bo'lgan bo'ladi. Endi bu mavhiy degan bu nima? Ya'ni bizning hozir urf odatda mana bu shu voy Qur'oni Karim vahiy, voy vahiy, mahoy degan gap. Mana bu vahiy deganninki o'zi bu payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga Alloh taolo tarafidan Jibril alayhissalom orqali tushirilgan nima o? Kalam. Yani mevhiyyun ismi mef'ulchu. Yani bu. Biz bunu ne deyimiz ona? Vahiy deyimiz. Bu vahiy degan ismi minimum masdarana vahiyyahi vahyan. Masdarning kim o'zi ashta ishlab kelsa faili mef'ul ma'nosi keludamdi. Undan keyin vahiyda anda debdi vahiy mundaq ekan desa, ya'ni vahiy qilingan Alloh taolo vahiy qilgan narsaniki o'zi uchun mundaq degan nima bo'lgan bo'ladi? Gapchi bo'lgan bo'ladi endi. Endi bu yerda vahiy dedik, endi vahiyninki boshlanishi. Ninki kitobi deb nima qildi bu yerda otdi. Vahiyniki boshlanishi kitob deb atashniki o'zi nima uchun unday boshlaydi? Biz o'qiyotgan kitoblarning ko'pinchisida, masalan 7 kitoblarning ko'pinchisida masalan iymondan boshlaydi va undan boshqa fiqh kitoblarning o'zida tahoratdan boshlaydi. 7 kitoblarning o'zida masalan iymondan, masalan Mishkatni ana o'qidik, iymondan boshlaydi. Undan keyin boshqa narsadan boshlaydi.
Ama İmam-ı Bukhari rahmetullahi aleyh ya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'nınki Mekke'den Medine'ye hicret kılan bunda bir ahvalını vakani unutulmaydı. Ya kağalıdık ya imanı başlamaydı, taharetin başlamaydı mesela Tirmizi'ne gidek. Bu nimi için İmam Bukhari rahmetullahi aleyh vehidi başlap kaldı. Disse, ben hemimiz mağlum bizge İslam dinimizdeki bizge kirişe mislsiz bir nimet. Bütün insaniyetke, bütün mevcudatka meni kelgen onunki tengdişi yok. Allah Teala'nınki meni tengdişi yok. Bir nimetniki özüniki bir şey. O nimetin içinde bir şey mevcut, vücutga keliş. Yani mevcut insanların ve onun başka nesli peyda kılmıştak. Şu dünya ekeldi çok bir nimet Allah'ın bir insaniyet bergen. Yeni bir nimet men yaratıp koydum demestin. Allah Teala men bu sakazını yaratıp koydum kandak kılsam meyli demestin. Ve bu insaniyetini mene öz ihtiyarı taşıvatmasın bu yaşaş dairenin içindeki yani bu dünyadaki kandak yaşaştaki yolunu kösüp bir arkalık men Allah Teala insanlığa neme kılan muşundak bir inamını çok kılan. Men bu nime İslam din. Bu nime o bir vehiyçu boğam oldu. Men bu aslında Kur'an-ı Kerim Müslüman boğa adamga düştü deymiz, bizim desturu deymiz. Lekin bu Kur'an-ı Kerim bütün insaniyetke, bu bütün insaniyetin toğra ve hakikat ve mene hakikatga to'g'riga başlaydigan bir nima o bir hayat nima o kitabı. Yani hayat kitabı bütün insaniyetga. Bu yer fakat Müslümanlık emas. Başka Yahudi, Nasara o'xshash, Yahudi o'xshab bizga tushgan Injil, nima Tevrat, başka adam bu nimaga bu Yahudi diniga kirib bo'lmaydi deb unda biz nima qilmaymiz, e'tiqod qilmaymiz. Mana bu mushunda bir nima o kitap. Mana Allohniki mana mushlar nima o'ni. Anda o'niki bu insoniyatniki o'zi shu Qur'oni Karim payg'ambar ham tushgan shu g'ayri matlub bo'lgan vahiyniki o'zi nadan boshlandi? Vahiy bilan shu boshlandi. Vahiy bilan amaliyat shunda boshlandi. Mana payg'ambar ham shu g'ari yerada bir qancha kun turdi ana. Yolg'iz ayrim ashtani nima qildi? Turdi tug'andan keyin u yerda anadagi rasmi yuqorqi olim bilan dunyoviy yuqorqi olim bilan dunyo olimi ruhiy olim bilan moddiy olim bu yerda tutashdi. Tutashib shuni andiki bizga mislsiz ne'matdan iborat bo'lgan mana Qur'oni Karim payg'ambar sallamniki sunnatam kinkasimi mana mushu narsa bizga nima qildi keldi amaliyotda mana haqiqatda shu mushundoq bo'lgandan keyin imom Buxoriy rahmatullohi alayh o'zidagi bu kitobini shu vahiy bilan nima qildi boshlandi. Shu iymon degan nima? Islom degan nima? Namoz degan nima? Mana botil degan nima? Haq degan nima? Deganligini biz nima bilan bilamiz? Muşu Kur'an, hadisinin hemmisi vahiy bilan shu Kur'an bo'ldi. Mana hadisinki hemmisi nim bilan bo'ldi? Mana Allohning payg'ambar sallamga qalbiga ilhom qilish orqali o'ziniki lafzini kirgizib andiki nim bo'ldi bu hadis bo'ldi. Anda o'niki bu e'tibor bilan bu nima o vahiy nima o muqaddam. Hamma narsa vahiydan keladi. Qur'on bo'lishi vahiy orqali Qur'on bo'ldi yani shu payg'ambar sallamga Alloh taolo tushsa uni payg'ambar sahabelik okudu, okuğandaki anlayım oldu, o vahiy oldu yani, vahiy Kur'an oldu. Şu ne bilen başlayıp yani bu işteki asas demişsin, yani vahiy bilen çok başlayıp. Şu an İmam Bukhari rahmetullahi aleyh, benim bunu aldığım dersimiz diyendik. Bu şu tercümetli bablı koyuşta acayip hahniki, ben insanlarınki hiç kandak tehi, tarih bakmağa bir bablı koyuş diken. Tertip mi şunda? Şu bu kitabın şerhidige vakti yüzüden, ben adamlarım yüzü 53. Şu bir kanca yüzünün adı sanılırken, onundaki yine cık yedis kitaplarındaki üzerine ben şerhi kılın diyemiz Bukhari'ye. Mesela Hindistan'da Feyzul Bari, Şerhi Seyri Bukhari'de İmam Enver Şah Hazret deyimiz bek meşhur bir alimler. Bizimki Uygur alimlerimizin şu an okup şunu dağılap şunu şahitleri okup yüzde okup deyip gitken. Mesela Mahmut Esen Damollah'ın kelpindeki mesela Zeydin Abidin Damollah'ın onun da başkan Kuşçadaki Hamid Melvi digeldik. Ben şu tak alimlerin yüzü şunu da okup diken. Okup şunu ola anladaki bula aşk katta alimlerin yüzü şerikan şeriler var. Onun da başlayacak. Mesela Saudi Arabistan'da Kuvatkan şerhi diyecek. Yani bu kitabını şerhileşte cık adamdan ne bakılan, burada şerhi yani İran kırıp.
Bunu tercim babniki asas ina İmam Buxariyninki muşu tercim babniki üzde 1300 neçe hadisi varken muşu tercim bab ve onu tercim babniki üzde bunu şer'leymiz degandek çık alimler bunu şer'leyiptiken. Ayrım kitap yazıptiken. Çünkü İmam Buxari ma şerhi nima tercümetli babni koyuşta ben başka bir mevzunu koyup koyuştaki adeti de hani bazı bir mevzunu koydu. Ya hadisin bir parçasını ya bir ayetini müştak koydu ya hiç kana bir nersi yok. Digende de müştak bir nemisi var adeti var. Adet olgandiken şu adeti bunu düşündürmen, bunu kılmen de bu ayrım cık alımdan hizmet kan. Şu an İmam Buxari rahmetullahi aleyh'deki makitvi ameliyette, hakikatte mene real dünyada kandak olgan bolsa, mene ameliyette şunu uygun alet şu kılgan kitap. Yani hakikat şundan düşken kitap. Şunun için bu kitapniki makbul bulup hem İmam Buxari'deki müştabir alimini Allah Teala men möciz karakterlik açtak çıkarıp hem de İmam Buxari 600.000 özü senet bilen ravi bilen biludi dese bazı insanlarınki özü akıl yetmeydi. Bu İmam Buxari'ninki tercümanlarına azraq olsun aldığın dersi okulda bu acayip möciz karakterlik bir adam. Hem onun üstüne Arapların içinde çıkamayıp başka bir milletin içinde çıkıp müştak kılışı ikinci kitaptaki üzerine bu mu bir nemo? Allah'ıydı bir nemo var. Bunun da bir alaydık var. Yani bunu mu azraq toxtaldık. Yani Kitab-ı Vahiy'de kitaptaki 5'ini benim başlaştaki sebebiçe ben muşum. Hem de Vahiy'nin başlışı kitabıdır dedi. Yani ikinci kitap gerçek biz Vahiy diyen neymi? Vahiy nimeti, Vahiy buluş ceryanında yani Kur'an-ı Kerim'deki Peygamber Aleyhisselam'a tunç katım düşkendi kandak olgan, unudaki düşkendi kandak olgan, kandak aletli oldu. Mena kandak bir şekilde oldu. Diyende de benim şu mezmunu ne kadar yerden toxtalımız. Hem de bu yerde Vahiy'nin üstü toxtamayı, Vahiy diyen madem emmeden bir. Ama bunun ceryanı kedidir. Ceryanı ki o ceryan, bu ceryan mındak kedidir. Anda o andikin Muşning üstü toxtalgan çoğun hacmedeki bir mevzu olan neymi bu? Kitap deydi. Hem bir gap. Mesela Sahih Buxari bismillah başlagandan şu İmam Buxari bizge şu başını dağıtıp digen boldu. Tügügüçülük. Yani bu gapni İmam Buxari şu qalen el İmamul Buxariyu deymiz. Benim şu başını dağıtıp benim şu Bismillahirrahmanirrahim dağıtıp tügügüçülük bolgan arlıqda bu makul. Yani İmam Buxari'ninki mene digen sözü. Yani şu rivayet kılıp şu Peygamber sallallahu mene şu raviladın sahih dep qaragan yerisini bizge goya dep bergende İmam Buxari'ninki yüzdeki yiziş itibarıyla İmam Buxari'nin sözü bolgan boldu. Yani bunun nimde benim işte düşündüğümüz hem de. Her kanda kitap zadı işte oldu. Hem de Kitab-ı Bed'il Vahiy'de birinci bab, birinci kitapta okuttuk. Onu diken kâle Şeyh el-İmam el-Hafiz Ebu Abdullah Muhammed bin İsmail bin İbrahim bin Mughire el-Bukhari Rahimallahu amin diyen bir nuskha. Belki mememizdeki nuskha asasen müşnunda müştak okşuğan demdi. Hem de dedi şeyh deydi hem de. Hem de dedi şeyh degen mani küçüge adamniki nasık adamların üzü müştakçı dıvatkan gibi. Yani ma beşida İmam Buxari saat bağınından ma adam dep nasık oğada şeyh mındak dedi bizge dep ya ki 70 bin ya 90 bin 100 bin dek adamların üzü İmam Buxari'ninki üzündeki hayatı da beni şahit olup muşundak kitaplamış üzündeki maş kitabını açta anlayan adam var. Şununki işçiden fakat 23 yani 23 tane aş şagirdin yüzü kalemde yazıp nuskırıp yüz saklap müştak çok kıptike. Biz hem de şu uçağımızda İmam Buxari'nin kitabını okuyduğu adamın yadı okuydu. Kur'an'ı almak için yadı hep oldu. Muşu 4000 ya olmaydı 7395 ya 97 ya 7250 diğerleri muş edisindeki üzerine o kişiler alimlerin üzü şu can üzerinde yadıp kalgan gibi. Yadı algan gibi. Men muşunda okuyup bula edisi okuğa vaxtımızda. Biz hem de hazır günkü vaxtımızda kitap okuduk dep aldığımız kitabını test okup işte kıvatimizde. O edisinin mi kılışı yok. Men muşda okuyup demdi. Çünkü uçağımızda metbaatçilik hem onun üstüge boyulaki qağalçilik degan narsa az olgandan keyin yod o'qiydigan gap. Hem uçağımızdaki insanlarniki
tutuverish va fikr qilish qobiliyati favqulodda yuqori. Nəhayət sağlamdı. Şu bir ağız gap qilsa, bir gapni ya anlab qolsa, uni darhol tutaverib bir qancha yil unutib qolmaydigan ashudaqcho nimbati odati bo'tdi. Mana bu tabiiyasi bu sağlam. Keyingi davrimizda bu bağancha bu tushib, bizniki davrimiz kelgan vaqtimizda hozir gapni 2 soat yoki 10 minutdan keyin unutib qolgan bir holat cho'k keldi. Ya'ni demak, insonlarniki, ya'ni demak şu holat kelgandiki insonniki, ya'ni butun insoniyatdagi ajli oz qoldi degan gap bo'ldi. Ya'ni tugash nemasi bag'anch ko'ndirgandan keyin endi har bir inson tug'ilib, bovoq bo'lib, uniki qayirib undaq qismi, lekin butun insoniyat inson bo'lish e'tibori bilan, mesela başta inson qanday qildi? Ming yillab ömür ko'rdi. 5-6 yillab uni o'shtaq qildi. Mana ash bir gap topib unutib qolmaydi. U hech qandaqcha og'ir so'laq asos degandek u kasal binasi yo'qdi. Hozircha kundan kunga bu insonlar kishilar yili texim azlab 50-60 yil 60 yil ömür ko'rib bakjik ömür ko'rdim deb texamdi jiq deb qarmasa ba'zi yerda bir yaşaş adamning ömrü 45 yaş 50 yaş etrafida. Yani bazılarının 70 yaş. Men muşunu qarab o'xaning ömrü qisqartdik. Bu demek bütün insoniyatning bir inson o'xshash demak insonlarniki ajli ma dunyoda men hayotlikda oz qilibdi degan gap. Bir narsa mesela zavod yoki har qanday mashina bir narsa ishlatsak, buniki ajli qancha ko'nirgancha hamma narsa ozaydi yani. Kerak kelmaydi endi. Bunu nim qilgan gap, bildirilgan gap. Bu ming yilning oldi keldagi insonlarning o'zi uchun shu. O'shaningizda shu arablarniki o'zi nima deb atildi? Ummiy. Shu payg'ambar sallamniki bir payg'ambar bo'lishniki bir nima sifati shu payg'ambar sallam ummiy. Payg'ambar sallam hech qanday bir o'qib boqmagan deymiz yani. O'qib boqmagan bir odamning Qur'ondek, men mushta kitobni mushta deyishniki o'zi adamning hech aqliga yetmaydi. Shunga bu kimning so'zi deymiz? Allohning so'zi. Shu payg'ambar sallam nemasi bu? Mö'zem delili peygamberliğini çok deymiz. Degandiki şunun bilan dedi deydi o. Elik nasib şeyh. Endi şeyh degan nima? Şeyhun shuyuhun va ashah deb qildi as qiyr adam degan gap. Endi qiyr degan yaşangan adam degan gap bo'ldi. Yaşangan adam degan gapniki o'zi bu nima degan gap? Yani mo'tabar, yani tajribaga ega, katta ham narsani jiq bildi degan gap. Shu asli buniki lug'at ma'nosi shu. Lekin keyingi davrning o'zida va shu arablarning o'zi mashayix deydi. Mashayix degani shu yalakan shu doiraning ichidagi eng mo'tabar ulug' jiq narsa bildigan odamlarning o'zini, ya'ni hozirgi davrimizda ustoz deymiz endi. Mana o'sha narsaniki o'zi shayx deb ataydi. Yani jiq odamni shayx deydi, yani hurmatli yuzidan. Yani İmam Buxoriy rahmetulloh o'zi shayxdi. Chunki İmam Buxoriy İctihatta ve hadiste yani muhaddis bu itibardan bütün muhaddislerin imisi o şeyhi. Yani baş hürmetki en yukarı derece durgan adamdı. Hem de imam dedi çünkü İmam Buxoriy yani yol başçı diyen gap, yani anladı mağdığa adam diyen gap. Anda onunki İmam Buxoriy hadisteki bütün İmam Müslim deyli, İmam Tirmizi, İmam hemmisi İmam Buxoriy'den ağan edis. Hem o İmam Buxoriy'ninki aşo şagirdlikçi boğan. Mesela İmam Müslim kandak. Ama onu da başka alim şu İmam Tirmizi'ni okusak dedi nime Abu Abdullah deydi. İmam Abdullah Malis mandak dedi, andak dedi. Yani ustazımın deydi. İmam degan gap. Men hafiz. Hafiz degan, hafaza, yahfiz degan, yod oldi degan. Buning har bir lug'atning üstü to'xtaldik chunki bak har qanday bir kitobni boshlagan vaqtda sal mushuna tushundirish orqali anadagi darsning o'zini jiq o'qiymiz. Chunki bu kitobning 5-ning o'zida o'qigan vaqtida 5ni daha ching pishib o'qish kerak. O'qigan vaqtingizda andagi qolgan kitob o'qigan vaqtingizda daha oson to'xtaydi. O'changizda bundaq bir-birlab to'xtab ketmaymiz. Endi u yerda hafiz, endi lug'at ma'nosini gapni ma'lum qilamiz. Endi u yerda hafiz degan hafaza, yahfiz, hifz, ya'ni saqladi degan gap. Saqladi degan gap bir adam bir gapni olgan bo'lsa, ashkalni saqlab oldi degan gap. Hafiz deb lug'at ma'nosi shu. Endi bu yerda istiloh ma'nosida mush islom dunyosidagi arabcha kitoblarda Hafiz Zahabiy, Hafiz Ibn Kasir, Hafiz İmam Bayhaqi deb bunda atayli odat bor. Mana bu nima? Bizniki raylarımızdaki Kur'an'ı yadab bo'lgan adamning o'zi qarim deymiz. Endi arablarda nima deydi buni? Hafiz deydi. Yani hafiz. Hafiz degan yodovchi degan gap. Bu yodovchi degan 7sining ichida hafiz kim? Hadisiningki ichidagi hafizlar u bir qancha sanoqlilar.
Mesela İmam Bukhari, İmam Müslim, İmam Tirmizi ve onundaki ki mesela İbn Kesir ve şundak İmam Nevevi, İmam Suyuti degan İmam Sahavi deganidek muştaq alimlar İbn Salah degan muştaq alimlar chiqqan. Bunu nima deb ataydi uni? Hafiz. İmam Beyhaqi hafiz, İmam Hakim o hafiz deb ataydi. Çünkü bu adamlarniki hadisni yod bilishdan metnini zot alhamdulillah biladi. Her bir hadisdeki kimning rivoyat qildi, qancha yo'llar, qancha xil yo'llar rivoyat qilgan hadislar hammani 100 ming, 200 ming hadisini qilgan gap, biladigan gap. Şuna ma Sahih Buxoriyni sharh qilgan İbn Hajar rahmetullohi alayhini hafiz deydi. Cık adam. Çünkü bu adamın yazıvatkan şerif Buxori şerif acayip. Yani hiç kanat bir narsa koymak bu adam. Acayip ilim bu adam. Yani bu imam hafiz yani İbn Hajar rahmetullahi aleyh şu kitabını şerhide şu Buxori qavaqni o'zida şu canın o'zida bir mimon qildi ekan. Mimon kichib. Hammasi şu yilqi Fathul Bari'ninki üzerine mukaddemesini okuyup işte kıldığın bir adeti varken şurada bir iş kıtken. Yani bu adam bu kitapını şu 10 yıl yazıptken. Ma İmam bu yılki Hafiz İbn Hajar rahmetullahi aleyh. Şu an hafizgen hemmeden hafız olmaydı. Hemmeden hafız olmaydı. Birer 2700 hafız emez o. Az oğan çağda 10-15 bin, birer 100 bin yetisi yada birge adam andık hafız oldu. Mındak. Seneti bilen mındak. Şu an hazırki devrimizdeki mesela Şeyh Albani rahmetullahi aleyhine beni hafız demeydi. Ama muhaddis deydi. Onun da başka yeni zamandaki uyabiyadaki hazır alimler var. Muhafiz de nam anmaklık. Bu yerdeki yetiştiki hafız. Yetiştiki hafız kavmi 5 bin, 10 bin, mesela İmam Bukhari 600 bin, İmam Müslim 500 bin, İmam Tirmizi 300 bin, İmam Abu Davud 300 bin. Yetişti yadı bildiği adamlar bu. Senet bilen, onun başka cık kitap işlerini şu vakanın üzerine beni nem kılan gap, onun yadı bildiğin gap. Bu itibarla hafızlar için namalıdır. Yani yediz kitaplardaki hafızcı benim muşu. Bu adamdaki ismi üç xil taxallus vaka İmam Buxori'ninki. Bu adamdaki kunyeti nima? Abu Abdullah. Abu Abdullah. Kunyetken hem de Abdullah'ninki atısı. Yani Kargançanızda İmam Buxori bir rivayette toy kıldı ya balısı olduğu gibi bir rivayet yok. Ya bağımı onu kumudum ben. Hem de bu yerde kunyet deydiğen bir isim var. Kana yakını bilgen yuşur dediğin gap. Yani ismini demeyin. İsmini yuşurup bayağı ma ismini koydu dediğin gap oldu. Bunu Arapçalığından kunyet deyimiz. Bu kunyet Arapçalığında işte cık adette aynılıp ketken bir iş. Yani bizdeki Uygur tilde bir adamın ismini kılmay. Onunki lakbe deyimiz. Yani lakab kunyet yok olsun mu? Mesela kunyet bu için ya atısı ya apısı koşuluş gerek töpüğününki yüzgen. Adı bu kunyet olur. Ama bizim Uygur tilde yok. Ama lakab o bu. Yani bu adamın ismi Muhammed. Atısının ismi İsmail. Ben tünüki derste kaçan neyim konu onu toxtaldık. Onunki atısınınki ismi İbrahim. İbrahim olsa Mughire diyen adamınki ismi iken. Yani Mughire'den öte bu adamınki yani Bezdebe deydiğin bir boğusu varken bu asıl şu Paris İran'dan kelip aşağı turup kalan putperestken. Onundaki andaki bununki oğlu olan Mughire bir yerde andaki bu İslam dini kirip İbrahim'u. Aşağıda andaki yani Jofi dep atap o Buxara'nınki valisindeki isminiki taxallus Jofi iken bu itibardan andaki bunu Jofi dep atadığın bazı kitap nimizde aşağı dep ataydı bu nimiz bilen. El-Buxariyyu. El-Buxariyyu yani Buxaralık. Buxaralık tuğulgan, yaşıgan, ülüp ketken cayinede Buxarada hazır biz bilip atkan, yani Semerkand yani Özbekistan dep atılıp atkan devletin içilik bolgan Buxarada aşağı ötken nime bu edi. Yani bu yerde Kale Eş-Şeyh bunu da terkip koyuştan bu yerde Eş-Şeyh diyen birinci sifat. Aslında Şeyh El-İmam El-Hafiz üçüncü sifat oldu. Bu Kale'ninki çünkü sifatniki irabi, mevsupniki irabi qanday hoşunda oldu da tavabinin qatarıdın. Ana onun için Ebu Abdullah payıltı bunun sifat mukaddem bo'lgan bo'ldi. Meni payıl olgan şu Ebu deb oquldu yani. Ebu Abdullah. Bu payın irabi peş oquldu. Ebu Abdullah ki o Muhammed ibn İsmail. Bu adamda Muhammed anın nemisi o bedel deyimiz Ebu Abdullah ya ki Etbeyan. Mene bedel ve Etbeyan'ın üzerinden şu
tabi bo'lib kelgan ism matbuniki i'robi qandoq bo'lsa shundoqcha bo'ladi. Shuning uchun Muhammadniki i'robiniki pash bo'lishi bilan abu degan mush ismdan ya bayon yoki nima deymiz uni badal debchu ataymiz. Shunga bu pashni o'qiymiz. Endi bu yerda ibnu ninki o'zining bu yerda yine pash o'qiymiz. Chunki ibnu degan Muhammadning nimasi o sifati. Ya'ni Abu Abdullahki Muhammad idi o adam ki o nima idi? İsmail'nin oğlu idi deymiz. Yani sifat itibari bilan bu şu nima qiladi? Mavsufniki i'robi qandoq bo'lsa sifatning i'robi mana ibnu deb pashchu o'qiymiz. Endi bu yerda sifat degan qandoq bo'ladi hammamizga ma'lum. Sifat degan gapniki o'zi ism jamid mana sifat olamaydi. Hammamizga ma'lum. Endi bu ism jamid degani nima? Yani bir narsaning ismiki bir narsa türlünüp çıkmagan isim. Bu nima ism jamid? Mesela kitap, Kur'an, ama lügat ma'nosi itibarli qilsakmi, lekin u undaqcha emas. Mesela taş, osmon, zemin, telefon, uy deganlarning hammasi ism jamid. Bu narsaning o'zi u narsaga bo'lamaydi, sifat olamaydi. Chunki sifat bo'lish uchun bir mushtaq bo'lish kerak, uning tahdidi bir zimir bo'lish kerak. Zimir andagi mavsuf yanilgan ikkisi tutap bo'lmasa ayrim kelib bo'lgandan keyin ikkisini bir-biri tutishib turgan bir narsa bo'lmasa mavsuf sifat bo'lamaydigan gap. Uning uchun u sifatning o'zida cezmen mevzup yanıga bir zimirci bo'lish kerak. Meni isim jamid uchun yo'q. Isim jamid bormi? Yo'q. Mesela azar kitabın. Bu kitap deganda bu kitap udur demaymiz mesela. O demaymiz. Meni bu. Mesela sifatning o'zida mesela Zeydul qoimi. Mesela Zeydul qoimi desek, Zeydki o'rtog'ida ol Zeyd. Al qoim degan nima? Al qam o'rtog'chi. Qoimning tahti bir zimir var yani. Zimirni nima qildik o'chaning o'zida o payının üzümü emel kılıp yüzdeki paylı olan bolsun peş kıldı, mepul olan ziber kıldı diye gap yüzü şu yani. Bazı vakitlerde o paylı zahir okuludu. Şu bu zimir oluş gerek. İsim paylı isim mepul müştahniki küpün istemesi zimir çok var. Bu sifat olaydı ama camit olamıyor. Ona vardı ki bu İbn neymiş onda deyimiz. Çünkü İbn'inki yüzü lebzide bu camit olan bile bununki ya da müştahniki orada çok deyimiz. Yani tevil kılımız diyen gap. Yani dedi Abu Abdullah Muhammedki İsmail'niki oğlu idi diyen gap. Yani İsmail'niki oğlu oğa Adem. Mubevve, munabbe yani. Bana oğa Adem dep İsmail mənzi mudakçı tefsir çok kalmış. Şu itibarla andaki sıfat çok bulundu. Yani bu yerde İsmail'e dep okuduk. Ne için? İsmail'e dep okuşumuzun üzü. İbn degen muzab, İsmail'e degen ne boğan buludu? Muzabın ili. İsmail'in yüzü gayri-munsirip isimçi emas. Gayri-munsirip boğan isimdeki yüzü nemeti? Gayri-munsirip boğan isimdeki yüzü zir okulgan vakti yüzde ziber okuldu. Şunu bunu nemi okuduk onu? İsmail'e dep ziberçi okuduk. Şu ziber okuşumuzki sebepçi şu. Anladıkken Muhammed ibn İsmail'e İbni dep şu nemi kılımız onu? İbni dep zir okuyumuz. O anında İbnu dep okumayımız. Ne biçim? İbni degen İsmail'nin nemisi o sifati. İsmail'ninki asıl lebzide ziber okusak mı? Lekin mahallisi asıl okuluş nemi o zir. Zir oğanlık şu İbni dep ayet nemi kılımız onu okuyumuz. İbnu dep okusak hatta Arap'ın irabıda. Hem de İbni dep okandikken onu dekin İbni İbrahim'e dep nemi okuduk onu ziber okuduk. Çünkü İbrahim gayrimusrif. Birisi elemiyet, yeni birisi İsmail'dek o ecem, ucimet. İki sebep var. Anladık yine İbni'nin nemi okuduk yine? İbni'ninki yüzünü zir okuduk. Çünkü İbrahim'in yüzü lebzimizde ziber okusak mı o manide nemi o? Manide zir. Şunun için zirçi okuyumuz. Mevzu sifatinin irabı. Mevzu kandak o sifatinin irabı şuna oluyor der. Hem de İbnil Mughirati dep bunu nemi okuduk? Zir okuduk. Yani İbn Muzab el-Mughirati muzafın iley. Niçin Mughirati'nin zir okuyumuz? İbrahim, İsmail zibere okuyumuz. Her ikisi izafet muzafın iley olsun mu? Ya ikisi zibere okuşumuz yani dedik. Gayr munsiripte. El-Mughirati nemi bu? Bu isim mu'rab. Bu nemi emas bu? İsim gayrimunsiripçi emas. Gayrimunsirip bo'lmagan ekan, mu'rab isim bo'lgan ekan, mu'rab bo'lishning bir alohidligi yuqorgi bir omil kelgan bo'lsa, u omilniki ixtisosiga asosan zir o'qitman desa zir, pash o'qitman pash, tanvin hamma narsa kirdi. Bu isim mu'rab bo'lishning bir alohidligi. Gayrimunsiripchi shu, gayrimunsirip bo'lgan ismning tanvin kirmaydi. Ana zir o'qilg'ayada zir o'qiy olmaymiz, zibar o'qiymiz. Bu
Bununki bari. Şu an Mughirati dep nima koymiz onu okuymiz. Endi El-Bukhariyu dedik, undaq olsa El-Bukhari nima uchun peş okuymiz? Nima uchun? El-Bukhariyu aş Abu Abdullah degan yoki uningdan bedel bo'lgan yoki atib bayon bo'lgan Muhammadu deganning sifati. Mana orliqlik bir mingi ism bo'ldi. Shu bir mingi ism bo'lsa-mi, bu mo'tariza ism bo'ldi. Ammo mavzu sifatning orliq bir mingi ism bo'lsa-mi, lekin bu Al-Bukhari Abu Abdullah yoki Muhammadning nimasi bo'lgan bo'ladi, sifati bo'lgan bo'ladi. Shuning uchun bu Buxoriyni nima o'qiymiz? U yerda pash o'qiymiz. Endi El-Bukhari degan gapning o'zi bu Buxoriy degan bir joyning ismi, bu ism jamid. Bu qandoq bo'lib bu sifat ola oladi? Endi bu El-Bukhariyu deymiz, bu nima? Nisbatniki yosi bor. Nisbatniki yosniki o'zi, ya'ni mansubu ilayha degan ma'noda. Anda onu bir ism jamid ko'rishdi bo'lsa-mi, lekin uniki ma'nosi nima? El-mansubu, ya'ni İmam Buxoriy, İmam Abu Abdullah Muhammad Buxoriyga mansub bo'lgan bir odamdir degan ma'noda bo'ladi. Buxoriyga mansub bo'lgan, tug'ilishi, yashashi Buxoriyga mansub bo'lgan bir odamdir degandan al-mansubu ilal Buxoriy degan ma'noda bo'lgandan men bu e'tiborda yoning o'zi mansubni yosi deymish, mansubga ism bo'ladi. Bu e'tiborda andek buniki aniq yonidigan al-Buxoriy tahtik zimir Abu Abdullah yonigan nima bor? Zimir bor. Bu e'tiborda buni nima deymiz? Uni sifat deymiz. Men bu shunday nima qilishimiz kerak, o'qishimiz kerak. Men bu shunday o'qisak burunqi meni sarf va nahviy qoidasi azroq bo'lsa-mi yana yodimiz kelgan bo'ladi. Ya'ni bu kitobni o'qishim mushtaqni aldirmay bir mazgil uniki mushtaq tafsili o'qisak, andan keyin yana tasiyali va u yerdan to'xtaladigan gap. Andan bir mazgil mushtaq o'qiymiz. Har qanday kitob shunday bo'ladi. Bu katima yani mushtaq bo'ldi, ya'ni taxi bab tushib bo'lamay hozir kitobning bir qo'ri, ikki qo'rini, uch qo'r deydi masalan, ikki qo'rini aran o'qib shu 1 soatdan eshibdi mana. Mushtaq o'qidik endi. Bab deydi endi. Endi hozirgi dersimiz müşahidlik bo'lsin. Hammamizni Alloh taolo mushu Sahih Buxoriyni boshda o'qib, meni oxirigacha tugatishga Alloh muvaffaq va g'ayrat va jasorat iroda ato qilsin. Hammamizni shu payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamniki sahih hadis bo'lgandan keyin mush bo'yicha amal qilgan haqiqiy taqvo muttaqi solih mana mushundaq kishilarni qilsin va oxiri da'vona alhamdulillahi robbil alamin.